Rishta radiosi. Assalomu alaykum, Rishta radiosining xolis tinglovchilari. Sizlarga yana bir qatim salom berish fursatiga erishganimga Allohga shukrlar bo'lsin. Men shu topda hammanglarni Nuriyadan berilayotgan Rishta radiosining 9-qatimliq yangi sahifasiga xush keldinglar deyman. Shundaqla necha kun ilgari yuz bergan hammamizga ayon bo'lgan yangi utuqlar bilan yana bir qatim hammamizni tabriklayman. Tövəndə sizlərə mən bugungi anlatışning qisqacha mazmunini tanishtirib o'taman. Rishta radiosining bugungi programmasida talab taqdim, Anam, Quyoshdek anam, Ayollar dunyosi, She'riyat gulzori, Ko'ngillar aro naqshlar qatorliq sahifalar huzuringizda bo'ldi. Bugungi talab va taqdim sahifamizda men Nuriyatdagi Uyg'ur ziyolisi Gulzor xonim bilan Mutallib Saydulla apandining o'g'il qizlaridan O'g'uzim bilan Uyg'uray xonimning tug'ilgan kuniga alohida taqdim qilaman. Farzandlarini yaramliq izbosar qilib tarbiyalash uchun ko'p ajr qilayotgan bu tirishchan bir juftlarning teniga salomatlik, oilasiga mangulik baxt, farzandlariga insof, g'urur, aql, natija va kelgusi utuqlarni ortig'i bilan tilash bilan bir vaqtda O'g'izimning Nuriya futbol komandasining yaramliq bir a'zosi bo'lib chiqishini chin qalbimdan umid qilaman. Uyg'uray xonimning pat yaqinda bir bolalar she'r to'plamini nashr qildirib, shoir dadisining shogirdi bo'lib yetishib chiqishiga tilakdoshman. Endi bu baxtli do'stlarimizning huzuri uchun naqsha Sen mening baxtim. Saherdeki quyosh sen o'zing, yo'ramaydi nuringsiz ko'nglim. Sana tashna zimin men go'yo, yechilmaydi sensiz hech gulim. Sana tashna zimin men go'yo, yechilmaydi sensiz hech gulim. Sadakat üçün seni məngi kütkenim. Sen bolsan bolmaydı
sana bir sen için barlığım takdim bir sen için barlığım takdim Әмді анam, quyoşdek anam sahibimiz huzurlarda bo'ldi. Anamni quyoshdan so'rasam, quyosh, anam mendimi nurliq edi, dedi. Aydan so'rasam, ay, anam mendimi bek chiroyliq edi, dedi. Buloqdan so'rasam, buloq mendimi bek xosiyatlik edi, dedi. Daryodan so'rasam, daryo, men usugan chaqlarda suv yetkizib berishni onangdan o'rgangan, dedi. Guldan so'rasam, gul, xushbiroqligimning manbasi onangdir, dedi. Yulduzlardan so'rasam, yulduzlar jimirlab, biz aslida onangning ko'z nuri edik, dedi. Dengizdan so'rasam, dengiz, mening bag'rim onangninkidek kengri bo'lgan bo'lsa, murodimga yetatdim, dedi. Ko'rikdan so'rasam, ko'rik xijil bo'lgan holda, biz onangdek chidamchan bo'lgan bo'lsak, ishchilar bizni qayta sanmagan bo'ladi, dedi. Appa qarlardan so'rasam, qarla, biz har qancha qilibmi rangimizni onangning qalbidek oqartamidik, deb voysab ketishdi. Kuyayotgan shamdan so'rasam, sham, men bedel to'lashni onangdan o'rgangan, deb to'lg'inib ketdi. Oy, to'xtag'na bir naqsha ovoz anglaganda qiladi. Qo'shnilar ish pishig'ini chiqarayotgan o'xshaydi. Agar ma'qul ko'rsam, seni boshlab chiqay adash. Bo'ldi. Ularning payzini buzmayli. Men mushada anglay. Ma'qul amsa. Öter gittin geçtikte bugün bana şunlar gelir ketki içimge bugün bana şunlar ketki içimge Anla şundak yerge kitipsin Anla desem hedredgan Anla desem hedredgan Anla desem men kaldım bektir azapta
hasret dolgunur esret. Ben kaldım bekli bir azapta, hasret dolgunur hasret. Hasret yaydıra. Bu hasretli günler etme, bu derdini kimden alime, bu derdini kimden alime, bu derdini kimden alime. Kardeşimle takip geçkenem o, şundak dinley kanda. Kandak yerine Kader şunda takip geçkenem o, şundak dinley kanda. Kandak yerine, kandak yerine. Tövende huzurunlarga Ayollar Dünyası sahipsini sunuman. Ey siz ayolingizini tushunamsiz. Siz hayotingizda qancha qatim ayolingizning to'xtamay uy ish qilib yerklashgan qo'lini mehringiz bilan silab turib, jafo tortib ketdingiz a? Dam elishni unutib qolmang. Ishlarni bizga bo'lib bering. Bizmi qila olgudek ishlarni o'zimiz qilayli deb baqdingiz. Siz hayotingizda qancha qatim to'y xotir kuningiz uchun ayolingizni hayron qoldiradigan bir sovg'a tayyorlab, ayolingizni baxtiyor qila oldingiz. Siz hayotingizda qancha qatim ayolingizning tug'ilgan kuni va onalar kunini unutilib qolmay tabriklab baqa oldingiz. Siz hayotingizda qancha qatim ayolingiz bilan yonma-yon o'ltirib, uning nemadan xush bo'lib, nemadan ranjiydiganligini, nemani yaxshi ko'rib, nemani yomon ko'rdiganligini so'rab baqdingizmi? Siz hayotingizda qancha qatim ayolingizning salomatlik ahvolini, yaxshi ko'rib qildigan ishlarini, yaxshi ko'rib yeydigan tamoqlarini so'rab baqdingiz? Siz hayotingizda qancha qatim ayolingizning harg'an chiroyiga qarab, nemishqa charchab ketganligini so'rab baqdingiz?
Siz hayatınızda qancha qatim ayolingizning miskin, g'amkin ko'zlariga qarab, uning musofirlik hayotga chidab, ota-ona, urug' tuqqan, yurt mahalla, savog'dosh do'stlarini seg'inmaganligini so'rab baqdingiz. Siz qancha qatim ayolingizni sayohatga opirib, müyrisga qo'llaringizni qo'yib, yenik dengiz to'lqinlari ustida asta mang'ash, uningga eng go'zal, romantik qizliq his tuyg'ularini eslatib baqdingiz. Siz ayolingizning etgan tamoqlardan, tutqan uyidan qusur izlab, uni yosh, qeri, sat chiroyli deb yaratmay, boshqalarga selishtirib yurgan chag'ingizda, uning qalbida sizga nisbatan cho'nqur o'rnab ketayotgan norozilik, nafrat va siz bilan o'tkazgan yillarga bo'lgan cho'nqur o'kinish va pushaymonni, uning sizga yondirgan norozi so'zlardan, yoshga to'lgan ko'zlardan his qila oldingizmi? Siz qancha qatim ayolingizni bag'ringizga besib, peshonasiga so'yib, chochlarini tarab, siz mening umrlik hamroyim, siz farzandlarimning hammening farishtam, siz mening mag'durim, men sizni so'yman, siz bilan mushundoq mehr muhabbat ichida o'taman deb baqdingiz. Necha oyda bir qatim yo'ldan uyga qaytish yo'lingizda gul do'konlariga tizilib ketgan gullarni ko'rganda parvosiz o'tib ketdingizmi yoki biror qatim bir dasta atirgul setib olib, uni xush qilib etishni o'ylab baqdingizmi? Siz ayolingizning qalbida o'zingizning qanchalik o'rningizning borligini, uning sevgisi va mehri muhabbatiga loyiq yoki emasligingizni, ayolingizning qalb dunyosida sizga nisbatan sevgi yoki nafratning qanchalik darajada ekanligi haqida biror qatim o'ylab baqdingizmi? Siz ayolingizning qalbini, ayollik hayotini tushunish uchun qanchalik material o'qib baqdingiz? Ayollar erlar uchun undaq qilish kerak, mundaq bo'lish kerak deydigan ming turli shartlarning besimi ostida yashaydigan ayolingizga jamiyat va an'ana besim tarafidan qo'yilgan ortiq va bema'ni shartlarning qanchisini ustidan elib, bundaq og'ir ruhiy yukdan xalos qilib etishni o'yladingiz. Siz erlarmi ayoli va oilasi uchun mundaq bo'lish kerak, mundaq qilish kerak deydigan biror parcha kitob, biror parcha maqola yoki biror aqliya so'zni o'qib baqdingizmi yoki o'qib baqqaningizni eslay olamsiz? Balkim yana mumkin bo'lganda erlardan minglab savol so'ralishi mumkin. Lekin vaqt e'tibori bilan xonimlarimizning yurigidan to'kilgan savollarni mush yerda oxirlashtiraman. Lekin savollar javobsiz qolsa durust bo'lmas. Shunga hurmatli akamiz Manas daryosining Facebook sahifasiga qoldirgan tövəndəki qimmatli yozmalari savollarimizga qisqa bo'lsa-mu javob bo'lib qolar degan umiddaman. Ey er, ayolingizning nimaga ehtiyojli ekanligini bilmay turib, hammani tepib akilib berdim, osh qo'ydimmi, yalang'och qo'ydimmi, nimangni kam qildim deb cho'ng so'zlamang. Ayol kishi osh qilib, yalang'och qilib yotliq bo'lmaydi. Ko'zingizni cho'ng ochib, jamiyatga qarab boqing. Ersiz yurgan qaysi ayol osh qapti? Shuni bilingki, bir ayol nom shuhratdan betaraq tasalliga, hamroh bo'lishga, ilqlikqa, kuyinishga, haqiqiy mehr muhabbatga muhtoj bo'ldi. Bunchalik oddiy talabini qondirmay turib, o'zingizni bir oilaning to'riga chog'lamang.
Erning birinchi mag'lubiyati o'zining ayolini oilasidan illiqlik his qildirmaslikdir. Ayolingizning sizga ko'yinishlari, sizdan ansirashlari yo'qolgan daqiqa, ishninki sizga nisbatan bütün muhabbeti o'lgan bo'ldi. Sizdan allaqachon umidini uzgan bo'ladi. Bir ayolning nimani o'ylaydiganligini bilmasangiz, siz bu hayot yo'lda mag'lub bo'ldingiz. Ayolning yurgitki muhabbat o'tlarining o'rnini sizga bo'lgan nafrati qoplaganda, bir umr bu nafratni yuyolmaysiz. Ayolingizni o'zgarding demang. Shuni unutmangki, ayolingiz sizga yotliq bo'lishdan ilgari oppoq qog'oz edi. O'z qo'lingiz bilan uning kelgusini yozdingiz. Varaqqa nima yozsangiz, shuni o'qiysiz. Shuning uchun xatolikni ayolingizdan izlashdan burun men nima qildim deganni o'ylang. Yaxshi qarshisidagi odamdan xatolik izlamaydi. O'zidagi xatolikni tunib o'zgartiradi. Tövəndə şeiriyyat gülzarı sahibisi huzuringlarda bo'ldi. Ko'nglim. Abdori Muhammad Emin Hazrat. Vatan deb vatandan ayrilib chiqdim. Bu yo'lga meni sen undiding ko'nglim. Chiqdim yo vatansiz o günden beri. Acaba bir qatim kulmidin ko'nglim. Tağlardek müşkilat astıda kaldık. Zerrece meyüzlük toymadın ko'nglim. Futboldek tepişti dost düşmanlar. Meni hiç cevapkar görmedin ko'nglim. Ve lekin her zaman solğun ve meyus. Günahsız mehbusdek sükut qilsan. Silkinse tuzuşdin qo'rqqan chechakdek. Shapsiz, tevizsiz yerde kezisan. Köpeygen yaramni köpeytip yana. Dert bilen özangni tilg'ima ko'nglim. Matemlik onadek tenha o'ltirib. Kechayu kunduzi yig'lama ko'nglim. Qush. Abdori To'yg'un Abdueli. Kirpigimde süp süzük şebnem. Külümsirep qarasa mana. Leylab kelgan bir g'amkin umid qo'nib oldi mo'ramga asta. Kel yenimga suyumlik qushim. Uva beray qalbimdan sana. Uçup ketme çimellik sen. Meni yalğız qo'ymag'in tashlab. Men mu baray yoki sen bilan. Çimellikde
Nima bar sana? Körüşmekçi idin kim bilen? Bovam tügep ketken aş gün. Padı beqip yürgen idim men. Yanak yigim kelgen sen bilen. Qayer desen bilmeymen lekin. Men seni hem kütgüli nikem. Qayer desen süyümlük kuşum. Uçup ketay men mu sen bilen. Atiganlik gezit. Abduri Mutallib Saydullah. Tunuş yolla kirmekte asta doğuruşup. Boğulmakta men bilgen tilla. Köz eynigim tolğunup zarlanmakta ana tilimda. Çay ornağa almaşqan qəhvə. Lay ornada qopurilgan yağaş taxtala. Qimmat bahalık ilalla. Isil maşina hem vaha qazala. Oң yoki dümdə aylanıvatqan dünya hiç təsəlli sovğa qılanmaz bana. Bu mening könglim. O senin köngling. 38 betlik bu gezitdə men oquydigan bir mu hərif yo'q. Bu g'erib ko'ngil nələrgidu aqıdu. Mana yaqin so'zlar kimlargidu g'oza tutudu. Atiganlik gezit. Atiganda men yeydigan bolka kabi yezildi her günü, setildi her günü. Meni o'qishga tirishidi harflari. Nima bo'lsin, nimalar yuz bersin. Aman bo'lsin deyman ularni, aman bo'lsgan deyman ham seni. Axlat sandığı tashlayman gezitdan oxiri. Ammayman amdi degan so'zni yodlab har kuni. Her sahar setib olaman yangi birini. Bilendigan sen, şu xabarlardan topaman seni aman bir kuni. Yölengim keldi. Abduri Abdurrahim Paraç. Böşük sıman bağrınğa tim tas. Boğuqimdek yölengim keldi. Tenhalıqım ezgendi dilni. Yığlap turup yölengim keldi. Bilgen çığım senin qadringni. Eslab öttüm talay sabringni. Tanglab tunuş sadık kalbimni. Mehrim bilen yölengim keldi. Qilganlarim yonganda bir. Qilolmadim faqatla sabr. Savğanda seningsiz taqdir. Cenim sana yölengim keldi. Borandaki sersan yapraqdek. Qimmati yo'q kona qasraqdek. Qalğınımda yetim bu vaqtdek. Sana şundaq yölengim keldi. Tolğanganda azapdan açıq. Kirpigimde yaş durar lip mu liq.
sıqqan demde hasretlik tiniq bir sanala yölengüm geldi. Sensiz aram tapmadı yürek. Aram yokken seningden bölek. Qani sensiz ulug' var tilak. Yölek idin yölengüm geldi. Bu hicranda her günüm yara. Vatansiz men qılınmaz perva. Sen men üçün idin go Havva. Ey Xadicem yölengüm geldi. Sensizlikka tez geldi könmek. İşim faqat her gün ögünmek. Deymen davam, mana sen kerek. Bilsen sana yölengüm geldi. Endi ko'ngillar aromi kuylar huzuringlarda. Vatanni seg'insangiz naqshi anglang. Ota-ona, urug' tuqqan do'st birodarlaringizni seg'insangiz naqshi anglang. Dard ta'sirtingizni aytib bergudek ishonchli do'st topolmasangiz, ko'z yoshlaringizni hech kimga ko'rsatishni xohlamasangiz naqshi anglang. Tanholik his qilsangiz, sirdoshsiz qolsangiz naqshi anglang. Qalbingiz hayot g'avg'olaridan charchagan vaqtda naqshi anglang. Chunki siz o'zingiz muhtoj bo'lgan har jumla so'zni, qalbingizga malham bo'ladigan g'oyaviy tasallini Uyg'ur naqshlardagi ajoyib yaqinlik melodiyadan topa olasiz. Yadımga salay Osman diyem alay Yadımga salay Yar yadımga yetkende var işmey koyman çayni Yar yadımga yetkende var işmey koyman çayni Ben kendim şirakladım Su içip kulaklarım Ben kendim şirakladım Su içip kulaklarım
zar qilgan ko'zlaring qani dardimga tasalli izlaring qani yar meni zar qilgan ko'zlaring qani dardimga tasalli izlaring qani aramsiz aynigan sözlerin qani sig'indim yodingga yetmedim yana Çoğun yüzüde kaldı sığınış Öçmez ot top yandı yana sığınış Çoğun yüzüde kaldı sığınış Öçmez ot top yandı yana sığınış Erkenli dilimden aldı sığınış Sığındım yadınga yetmedim yana Ötmekter bahar yana yegane Sığındım yadınga yetmedim yana Sığındım yadınga yetmedim yana Qimmatli do'stlar, shunday qilib, bugungi programmamiz vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi. Qadrli tingshormanlarning fikr takliflarini berishini, asar yo'llashini va ilhom madadlarini oymasligini chin yuragimdan umid qilaman. Oxirda men hammalarga sog'lik, uzun umr va baxt tilash bilan so'zimni oxirlashtiraman. Xudoyim buyursa, keyingi qitim ko'rishaylik.